bunday inson ko'rmaganman. Instagramda ko'rdingiz, kim ko'rgan meni? Rost ekanmi? Rost ekan. Yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Sizlar shunday insonlarni ro'para qilgan Allohimga beadad shukr. Allohu akbar. Bitta kostyum shum olganga bitta palto qo'shib beriladi. Boshdan oyoq kiyinganga 7 ta narsa qo'shib beriladi. Hammasi rost. Menga yolg'ondan gapirib bermang. Haqiqat, yolg'on yo'q. Tavsiya qilaman kelishlaring. Haqiqatda rost narsa ekan bu. Biz Toshkent viloyatidan keldik, hammasi rost. Hammasi videodagidek, ko'rganimizdek zo'r. Oldik. Ortiq zo'r, ortig'i bilan bo'ldi bizga. Rahmat kattakon. Rost ekan, mana menga hozir palto, tufli, kamarlargacha kerak bo'lsa bonus bo'ldi menga. Qo'ndi ekan, haqiqatda gap rost ekan. Hech qanaqa yolg'on narsa yo'q. Men shunga amin bo'ldim. Mana ikkilanib kelgan edim. Palto 7 ta sovg'alarni oldingizmi? Oldim. Xudoga shukr, oldim, ishondim. Unaqa yolg'on emas ekan? Yolg'on yo'q, chestli. O'zim keldim, lakatsiyalar tashlab berdi. Net gapni yo'g'roqman, to'g'risi. 7 ta sovg'ani oldingizmi? Oldim. Paltoni-chi? Oldim. Hammasi haqiqat. Haqiqat ekanmi? Anjalilar kelaveringlar deb qo'ymaymi biza? Anjayda kelaverasizlar. Hammasi haqiqat ekan. Siz shu bitta palto sovg'ani oldingizmi? Oldim, uni ham. 7 ta sovg'ani ham oldingizmi? Oldim. Kiosakorlar do'koni. Obuna bo'lishni unutmang. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh ham shunday ulug' ishlarni qilyapti. Sizga qilgan ihsonlarni Alloh o'zining dargohingda qabul qilsin. Bundan hosil bo'lgan savoblarni o'tib ketgan ota-onalar bo'lsa, ota-onalar ko'p yetti pushti sizga baxshanda qiling. Xudo rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin, qolganlar salomatligi. Amin.